Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video rolimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning firmamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz bitta jaydari buqamiz bor. O'sha haqida bo'ladi. Necha oy bo'lgan kelganiga, necha pulga kelgan, polniy ma'lumotlarni beramiz va Xo'sob akamizga berib yuboramiz. Va go'shi qancha chiqadi, necha pullik bo'ladi, qancha foyda qoladi, polniy ma'lumotlarni beramiz video davomida. Albatta videoni boshlashdan oldin layklarni bosib tursanglar, biz videolarimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, mana shu molxonamiz oxirroqda. Bu buqamiz. Mana 4 ta buqamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Body Force'da ikkovidan qilingan. Sinovdagi buqalar. Bu buqalarni ikkovlarini faktorini qildik yana. Kecha qilganmiz. Bugungi sanamiz 1-iyul. Hafta kuniga yakshanba. Bolalar bayrami. Barcha bolalarga muborak bo'lsin. Akalar, mana bu yerda ikkita qizil buqalar bor. Bular ham yaxshi o'zgaryapti. Bularning ham syomkalarini ko'rgansizlar. Sekin-sekin moslashyapti, xudo xolasa. Akalariga o'xshab bular ham ketyapti. Bu yerda Qirg'iziston buqalari bu tomonda. Qurbonlikka so'raganlar uchun ham sotilaveradi. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yaman, o'zimning nomerlarimni. Qurbonlikka kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 400 kilodan xudo xolasa 700 kilogacha buqalarimiz bor. Chu. Mashinasini ham ko'rsatib qo'yaylik bitta. Bularni endi ustilarini yuvib qo'yamiz, xudo xolasa. Mana hangi to'pponcha buqalardan ham bor mana. Messi janoblari har doimgidek o'zgarish xudo xolasa yaxshi ketyapti. Har safar ko'rsatib keting deydi. Ko'rsatib ketyapmiz mana yana. Bir qator buqalarni oxirigacha ko'rsatamiz, keyin hozirgi jaydari buqamizni aytamiz. Kimga mana shunaqangi qurbonlikka buqalar kerak bo'lsa, tishi buzgan, yurak buzganlardan topib beramiz. Mana shu ham tishi buzgan ekan. Hozir u molimiz oldiga borib syomkani davom ettiraveramiz. Hurmatli obunachilar, mana shu buqamiz. Ko'rib turganinglardek, oq buqa. Kelganiga 10 oy bo'libdi. Xudo xolasa bundan jichcha o'tib ketdi. 2 kun o'tib ketdi. Buni kelgandagi videosi ham bor. Hozir iloji bo'lsa o'sha videodan ozgina parcha qilib qo'yamiz. Necha kilo kelganini ko'rsatganmiz. Kelgandagi videosi kelganda tortganingiz 224 kilo chiqqan. 224 kilo chiqqan ekan, ko'rdinglar. 10 oy oldin 9 million 800 ga olingan ekan bu molimiz. Endi yeb ichganlarni hisoblaymiz. Hurmatli obunachilar, bizda asosiy narsa granola. Granolani o'zimiz tayyorlaymiz, shuning uchun ancha arzon tushadi. O'tlar ham arzon tushadi, shuning uchun o'rtacha hisoblaymiz. 600 mingdan oyiga hisoblayveramiz bu molimizdan. Kelganda kichkina bo'lgan, shuning uchun kelganda ozroq yegan. Shuni hisobga olib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik aytadi, unaqa bo'lishi mumkin emas. 700 mingdan ko'p yeydi deb. Bizda kelganda ancha arzon baqiladida. Shuning uchun 600 mingdan hisoblasak, 10 oydagi 6 million bo'ladi. Undan keyin olingan puli 9 million 800. 10 milliondan hisoblayveramiz. 10 million hisoblaganimizda 16 million bo'lar ekan. Mana shu molimiz 16 millionda turibdi ekan. Hurmatli obunachilar, yeb ichgani bilan. Keyin
Go'sht osh hisobiga ham ancha arzon tushyapti bu molimiz. Molimizni hozir tortamiz, Qosob akamizga o'tkazamiz. Qani necha kilo chiqar ekan taxminlar bildirib o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Qani kimga necha kilo? Ertangi videomizda bu molimizni necha kilo go'sht qilganini ham qo'yamiz. Qosob akamiz videolarda qilyapti. Instagrami ham bor akamizni. Ko'pchilik so'rayapti, bu qalangiz go'shidan qaydan topsak bo'ladi deb. Bo'ston tumani Rahimboboyevda 11-maktabning oldiga ochilgan oson-soqona. O'sha yerdan topsanglar bo'ladi bo'stonliklar uchun. Akalar tortishni boshladik. Ke, davlat sen ma'da turmaysan, so'raydigan qara. Qara, yaqin qara. 497. Qani. 496. 96. 96. 496. Zo'r. Hadi bildilar. Voy barakasi endi bo'ladi. Chiqib olgandan keyin. Biz kelishib olaylik, keyin olaylik. Kelishinglar-da, videoda kelishinglar. Och qoringa. Yaxshi och qorin bo'ldi. O'tamayman-da. Oxiri 58. G'alat aka. Biz unaqa qilamiz. 58 dan ketdi. 496 kilo. 496 kilo chiqdi. Mana shu molimizni tortib oldik hozir. Oldingi videosiga ovoz yozyapmiz. Biz to'g'ri shu narsalarga aytamiz. Endi 496 kilo chiqdi. 58 mingdan kelishildi. Ko'paytirganimizda 28 milyon 768 ming bo'ldi. Bu molimizning puli. Endi shu puldan 16 million ayirib olamiz. 16 million turgan edi bu molimiz. 16 millionni ayirganimizda 12 million 768 ming pul qolibdi. 10 oyda shu molimizdan. Sof foydasi. Endi 10 oyga bo'lib olganimizda 1 million 270 mingdan pul qolibdi mana shu molimizda. Endi necha kilo qo'shgan bo'ladi 10 oyda? Uni ham hisoblab beramiz hozir. Hozir chiqqan kilosini ko'rdinglar. 496 kilo chiqdi. Kelganda 224 kilo edi ekan. Endi 224 da 496 dan ayirganimizda 272 kilo. 5 opti 10 oyda mana shu molimiz. Endi oyiga hisoblanganda 27 kilodan oshiqroqdan 5 qo'shgan ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.